Ko'krak qafasi deformatsiyalari bilan menga murojaat qilgan bemorlarimizga aytadigan birinchi maslahatim bu qomat korreksiyasi deyman. Ya'ni boya aytganimdek, ko'krak qafasi deformatsiyasi bor bemorlarimizning 50% dan ko'pi, hattoki 70-80% da ham giperkifoz holati bo'ladi va ular mana bunaqa qiyshayib yurishadi. Birinchi ota-onasiga aytadigan narsalar o'zi bolangizni qomatini tiklang. Ya'ni etib turing va maxsus mashqlar, maxsus korsetlardan foydalangan holatda ikkita yelkalarini orqaga tortgan va umurtqasini tekis ushlagan holatda yursin deb beriladigan narsa. Ko'krak qafasida deformatsiyasi bor, giperkifozi bor va skoliozi bor bemorlarimiz birinchi navbatda o'zlari xohlagan holatda, o'zlarini majburlagan holatda qomatlarini tekis ushlab yurishlari kerak bo'ladi. Mana shu holatda, ya'ni yelkalar orqaga tortilgan va tikka turib, bo'yin, bosh tikka ko'tarilgan. Soldatlarimizga aytamiz, ravnaysiz, ya'ni rostlan deydi-yu, rostlanib yurish kerak. Ikkinchisi, nafas gimnastikasi. Nafas gimnastikasi deganda biz tushunishimiz kerakki, nafas chiqarish chog'ida ozgina qiynalib nafasni chiqarish, ichkaridagi diafragma va ko'krak qafasini kengaytiruvchi mushaklarni ishini kuchaytirishdan iborat bo'ladi va shuni oqibatida agar tekis qomatda turib nafas gimnastikasini bajarsa, ko'krak qafasini botgan qismi chiqishi va ko'krak qafasini to'g'ri holatga kelishi kuzatiladi. Agar bu narsalarni vakuum korrektor bilan birga qilinsa, natija yana ham yaxshi bo'ladi. Kelinglar, hozir qaysi usullarda nafas gimnastikasini bajarish mumkinligini aytamiz. Birinchi usul bu oddiy usul. Vdох, выдох. Ya'ni yoshligimizda trenirovkalarga, mashqlarga borganimizda aytilgan. Vdох, выдох. Вдох, выдох. Ya'ni do'q qilganda, nafas olganda ko'krak qafasini ochib, yelkani orqaga tortib, chuqur nafas olish kerak va shu holatda nafasni chiqarish kerak. Bunda qovurg'alar atrofga yoyiladi va chuqurlik nisbatan kamayishini kuzatamiz. Ikkinchi nafas gimnastikasi mashqi bu oddiy shar va koptoklarni puflash. Buni hozir ko'rsataman. Mana shunaqangi koptoklar yoki oddiy shar, iloji boricha sharni, agar sharda foydalanadigan bo'lsangiz, katta odamlar uchun qattiqroq shar kerak bo'ladi. Shu koptogimizni, ya'ni ko'krak qafasini qomatda tekis ushlagan holatda, oldi qismini ochib turgan holatda puflashimiz kiradi. Uflash qanchalik qiyin bo'lsa, shunchalik effekt yaxshi bo'ladi. Ya'ni bunda ko'krak qafasini ochish va mashqlarni muntazam ravishda qilib borish juda ham yaxshi natija beradi. Keyingi oson, ayniqsa yosh kattalar va ko'chada yuradigan, ishli, o'qishdagi bolalar o'ziga oson bo'lgan usulimizdan biri bu maxsus nafas trenajyorlaridan foydalanish. Nafas trenajyori deganimizda endi bu reklama bo'lib qolmasin, lekin mana shunaqangi nafas trenajyorlarini sotadi. Kapa ko'rinishida va buni nafas chiqarish qiyinchiligini oshirish va yengillashtirish imkoniyatini beradigan maxsus burmalari bor bo'lgan nafas gimnastikasi bajaradigan mashq trenajyorimiz. Ya'ni yosh bolalar bunaqa mashqlarni qila olmaydi, nafas trenajyorlari bilan shug'ullana olmaydi deyilgan 2-3 yoshdagi bolalar o'ziga ham mos keladigan shar puflash, surnak puflash yoki eng oddiysi hozir yana ko'rsatamiz, suvda trubka bilan puflash bo'ladi. Misol uchun mana ozgina suv olamiz. Mana bunaqa trubkalarni iloji bo'lsa ozgina bukamiz, qiyshaytirib qo'yamiz, chunki nafas chiqarish sal qiyinroq bo'lsin va buni bulqillatib puflaymiz. Mana shu mashqlarni bajarib borish ko'krak qafasini to'g'rilanishiga, o'pka va ko'krak qafasini kengaytiruvchi mushaklarning ishlashi natijasida chuqurlik, botiqlik tashqariga chiqishiga sabab bo'ladigan nafas mashqlari edi. Ya'ni ikkinchisini ham kelishib, gaplashib oldik. Bunaqa mashqlar qanaqa qilinishi kerak? Qomatda to'g'ri ushlash, maxsus korset taqish, uzr, menda hozir maxsus korsetim yo'q, lekin maxsus korset bo'lmasa ham, hozir bolalar o'ziga o'qlov ishlatishni ham biz mashq qilamiz. Ya'ni mana shunaqangi o'qlovni olib turib, orqasiga shundoq qo'yib, mana shu yurish ham
umurtqa pog'onasini tekis ushlashga, kifoz holatlarini kamaytirishga va qomatni tik tutishiga sabab bo'ladi. Mana shu holat. Qilinadigan mashqlarimiz juda oddiy, lekin intizom talab qilinadigan narsa bo'lgani uchun bularni bajarish qiyin. Oddiy bilan osonning orasida farq bo'ladi. Ba'zi bir ishlar oddiy bo'lishi mumkin, lekin bajarish oson emas. Ba'zi bir ishlar qiyin bo'lishi mumkin, lekin bajarish oson bo'ladi. Bular oddiy, lekin bajarish oson bo'lmagan. Buning uchun intizom kerak bo'lgan ishlar hisoblanadi. Shuning uchun qadrli ota-onalar yoki bo'lmasam o'spirin yoshidagi yigitlarimiz, bemorlarimiz, men sizlarga maslahatim, albatta vrach tomonidan berilgan maslahatlarga to'liq amal qilinglar. Shunda bizning natijalarimiz yana ham yaxshi bo'ladi va tuzalishinglar oson bo'ladi. Ikkitasini kelishdik, endi uchinchisi. Uchinchisi bu konservativ davolanishda passiv usullardan biri ko'krak qafasini ochuvchi mashqlarni ko'p bajarish. Bu juda ham katta mavzu. Bu mavzuni biz bo'limlarga bo'lib va umumiy tarzda ham beramiz. Shu mavzuga taalluqli bo'lgan mashqlarni birin-ketin hozir ko'rsatib boramiz. Ko'krak qafasi ochiladigan mashqlar. Bunda ahamiyat berish kerakki, ko'krak qafasini oxirgacha ochish tavsiya qilinadi. Ikkinchisi, qo'lni yuqoriga ko'tarib, ko'krak qafasini ochadigan mashqlar. Mashqlarni qilayotgan paytimizda yelkalarimiz tekis va qomatimiz tikka ushlashimiz talab qilinadi. Mana shu mashqlar. Mana shunaqangi mashqlarni bajarish ko'krak qafasini oldingi qismini ochilishiga sabab bo'ladi. Bu mashqlar stulda o'tirgan holatda bajarish mumkin. Oldiga tortiladi, ko'krak ochiladi va yelkani orqaga tortish mashqlari. Mana shu mashqlarni bajarishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa mana shunaqangi qilib o'tirgan holatda qilsak ham bo'ladi. Undan tashqari, agar umurtqa pog'onamiz yonga siljigan bo'lsa, bunga mana bu mashqlarni bajarish yoki bo'lmasam mana bu mashqlarni bajarish ham juda ham yaxshi foyda beradi. Ya'ni umurtqani ikkita yonidagi mushaklarni rivojlantirgan holatda umurtqa pog'onasini tikka ushlashga va kifoz, skoliozni yo'qolishiga sabab bo'ladigan hech qanaqangi ortiqcha jihozlarsiz qilinadigan mashqlar. Undan tashqari, yotganda ko'krak qafasini rivojlantirib, devorga qatilgan holatda to'g'ri turib, mana shu holatda bunda qo'l o'zini ikkita yonga devorga qadagan holatda mana bunaqangi ko'tarish ham o'sha ko'krak qafasini va narvonsimon mushaklarni qotirishini hisobiga kifozni yo'qotishi mumkin. Ya'ni egilib yurishi yo'qotadi. Endi bundan tashqari biz qo'shimcha narsalardan foydalangan holatda ham kifozni yo'qotishimiz mumkin. Boyiga o'qlovimizga qaytamiz. O'qlovni mana bunaqangi qilib ko'tarib orqaga tortish, mana bunaqangi qilib ko'tarib orqaga tortish yoki bo'lmasam orqa tarafdan bundoq ushlab turib, buni yuqoriga tortish, mana bunaqangi yuqoriga tortish ham ko'krak qafasini oldingi devorini ochilishiga yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, yuqoriga qilib ushlagan holatda yon tarafga bundoq egilish skoliozni tuzatishga yordam berishi mumkin. Bu taxta bilan bajaradigan mashqlarimiz edi. Xuddi shunaqangi mashqni yotgan holatda, ya'ni yotasizlar, qorin bilan yotiladi, bo'yin bosh sal ko'tariladi. Mana bu ikkitasi yerga tegib turadi. Shunda bir tarafini ko'tarib, bir tarafi yerga tegib turadi, ikkinchi tarafini ko'tariladi. Yotgan holatda bajariladi bu mashq. Mana bundoq qilib ko'tarish ham qomatni tekislanishi, ko'krak qafasini ochilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan keyingisi oddiy rezina trenajyorlarimiz bor, o'shalarda bajariladigan mashqlar. Hozir ularni ham ko'rsatib boramiz. Rezina trenajyorlarimizda hozir sport tovarlarda mana shunaqangi rezina bog'ichlarni topsanglar bo'ladi. Rezina bog'ichlarda juda ham ko'p mashqlarni bajarish mumkin. Bu narsalarni internetdan va boshqa joylardan ham olsanglar bo'ladi. Ba'zi birovlarni men ko'rsataman. Bu shundoq ushlagan holatda, mana shundoq ushlagan holatda qo'lni ikkita yonga tortib, orqaga tortish. Bu birinchi mashqimiz. Bu mana birinchi mashqimiz. Ikkinchi mashqimiz xuddi shunaqa qo'lni ko'tarib orqaga tushirish mana. Mana shunaqa.
mana shundoq. Mana shundoq. Mana bu ham ko'krak qafasini tikka bo'lishiga va ko'krak qafasi mushaklarini rivojlanishiga olib keladigan usul. Uchinchisi tashqaridan qo'yib, mana mamlaqanga tortish. Orqaga. Faqat mana shunga e'tibor berish kerak, maksimal orqaga rezina tortilishi kerak. Mana shunaqangi mashqlarimiz ham bizda ko'krak qafasini kengayishiga olib keladigan mashqlar. Undan keyingisi mana bu mashqlarimiz. Ochiladi va yopiladi. Ochiladi va yopiladi. Bundan tashqari отжимание mashqlari va bruslarda отжимание qilish, brusda отжимание qilish yoki обычный отжиманияni bajarish ham ko'krak qafasini oldini ochilishi va deformatsiyani tuzatilishiga yordam berishi mumkin. Endi yana bitta sporniy вопрос bor, massaj deyshadi. Massajda to'g'rilash effekti kamroq bo'lganligi uchun va buni chiqarishga hech qanaqangi ta'sir bo'lmaganligi uchun massajdan foyda topgan odamni shu paytgacha men juda kam ko'rdim. Agar bu narsalarni kompleks qilsa, unda foyda topish mumkin, lekin massajni o'zidan foyda topgan odamni kam ko'rdim. Lekin biz aytishimiz mumkin, kompleks tarzda qilmoqchiman. Qanaqa qilsam bo'ladi degan savolga biz javob beramiz. Ko'krak qafasini oldingi chuqur qismini ikkita yon tarafga tortib qilinadigan mashqlarni maslahat beramiz. Bu mashqlarni qilishi u yerdagi ostki strukturalarni yumshashi va deformatsiyamizni to'g'rilanishiga olib keladi va yelkani orqadagi ikkita umurtqani yonidagi mushaklarni mashqini ham etamiz. Bunda bu mushaklarni rasslableniyasi va chiniqishi ko'krak qafasini tekis yurishiga olib kelishi mumkin. Lekin massajni o'zi tuzatmaydi. Sportni o'zi tuzatmaydi. Bu narsalarni kompleks qilish kerak. Hozirda aytib o'tgan narsalarim asosan birinchi, ikkinchi darajadagi ko'krak qafasi deformatsiyalarida yaxshi yordam beradi. 3-4 darajadagi ko'krak qafasi deformatsiyalarida quruq mashqlar bilan, quruq massaj bilan yoki sport bilan tuzatib bo'lmaydi. Ushab turish mumkin, tuzatib bo'lmaydi. Shuning uchun u holat agar chuqur holatlari bo'ladigan bo'lsa, bolani yoshi o'sha 10 yoshlardan katta bo'ladigan bo'lsa, biz faqatgina aktiv usullarni qo'llashni tavsiya beramiz. Bizda lecheniya konservativ deganda bu dori vositalari yoki bir ma'lum bir mashq holatlarni muntazam ravishda foydalanib borish natijasida davolash effektiga erishamiz. Operatsiyadan keyin operativ jarrohlik orqali bittada operativ jarrohlik tugagandan keyin natijaga erishamiz. Menda ko'p savol berishadi-da, qancha qilish kerak, qanaqa qilish kerak, necha soatdan qilish kerak, necha marta qilish kerak. Buni men umumiy aytganimda iloji boricha ko'proq va muntazam deyman. Endi aniqroq aytadigan bo'lsa, kuniga 2-3 mahal 20 ta 30 tadan kuniga har bitta mashqqa 70 ta 100 tagacha olib chiqib qilinsa maqsadga erishiladi va bu mashqlarni muntazam ravishda kamida 6 oy davomida qo'llanilishi ma'lum bir natijalarga erishishga olib keladi. Ko'krak qafasi deformatsiyalari va umurtqa pog'onasi qiyshayishlari deformatsiyalarida qo'llaniladigan konservativ jismoniy va boshqa usullarni biz ko'rsatib berdik. Shu usullardan muntazam foydalanish, muntazam to'g'ri foydalanish va aktiv usullarga qo'shimcha ravishda foydalanish xudo xolasa qomatinglarni tekis bukchayib yurishi yo'qotadi, chuqurliklarni chiqaradi. Bu deformatsiyalarni davolash bemorni kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan kasalliklardan oldi olinadi. Chunki tadqiqotlar natijasida shu narsa aniq bo'ldiki, bukchayib yuradigan insonlar, ya'ni kifoz, skolioz, lordoza kuchli rivojlangan bemorlar boshqa shu deformatsiyasi yo'q bemorlarga nisbatan 5-6 yilga oldinroq qarishi o'z isbotini topgan ekan. Siz ham shu mashqlarni bajaring, qomatingizni tekislang va uzoq umr ko'ring deb niyat qilamiz. Sog' salomat bo'linglar, bizga a'zo bo'lib olinglar va ko'rsatgan hamma mashqlaringizni intizom bilan bajaringlar. Inshaalloh yaxshi natijalar bilan ko'rishguncha sog' bo'linglar.